Всім привіт! Assalomu alaykum hammaga. O'zlaring meni tanisalaring kerak, lekin men videoda 3 yildan beri ishlayman. U videoga qarashni вообще kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar meni taniyotgan bo'lsalaring, ko'p videolar ko'rgan bo'lsalaring, bir qillar ko'rishgan mumkin, bir qillar ko'rmagan mumkin. Bilmadim endi xudo biladi. Rossiyada kelganimga hali 21 kun bo'ldi. Shuning uchun men Rossiyada yana borib keldim. Onamni ko'rib, qaytib keldim. Yana bitta shartim bor. Rossiyada hamma bomba tushyapti, balo bo'lyapti, qochish ketyapti O'zbekistonda, boshqa davlatlarga qochish ketyapti. Unaqa joy вообще yo'q. Ish torrenti любой joyda yo'q. Qarang. Sankt-Peterburgda bomba tushmasa, Moskvada tushmasa, endi ba'zilar Dog'istonliklarda ham tushmasa, Chechenistonliklarda ham tushmasa, boshqa shahar bo'lsa ham va o'lka kerakda tushmasa, bombalar qayerdan tushadi? Eng kuchli bombasi Volgograd bilan Volgogradda borib keldim-da, onamni ko'rib, endi ishxonaga borib keldim onamni ko'rib. Eronda lekin bomba kuchli. Erondan Turkiyaga boribdi bombasi. Turkiya bilan chegara bosh. Mashinada borishdi. To'rtta bombani olishi, Turkiyaning bombasi, Eronning bombasi Turkiyada turib tepaga turib bitta ochishdi bombani. Amerikaga tushdi. O'sha oldin 2006-yillarda qaysi davlatlar bilan urushganini aytib beraman. 2006-yilda Erondagilar Amerikaga bosmoqchi bo'lishgan. Aniqda Amerikaga bosmoqchi bo'lishgan. Bomba tashlashgan Eron davlati bomba tashlashgan Amerikaga. Ko'p bomba tashlashgan. Uylar buzilib ketgan, qonli joy bo'lib Erondagilar bosib olishni boshlagan. Shuni qarshida, shuni evazida Amerikadagilar bombasini kanal bilan Amerikasining bombasi kuchlida bitta ochishgan ekan. Bomba raketa bo'lib uchishyapti. Raketani kamerasi bordir deymanda, kamerasi bor. Lekin borib Eronda qarab, Eronda bomba deb tushib, tepadan sekin bomba tushibdi. Mana vizlatib bomba tashlashdi. Yerda tushdi bomba. Buflab otib yuboribdi. 25-etajgacha, Eronda uylari baland tepada bitta ochsa, hamma buzilib ketgan uy. Naqa dom bo'lsa, men domda yashayman. Mana 1 2 3 4 5 ta 6 ta 10 ta domda bomba tashlashdi. Raketadacha. Dubayda ham tashlashdi. Dubayda ham tashlashdi. Yaxshiyam uzun tushib ketmasa ekan, ketmabdi, yaxshiyam. To'rtta nimasi bo'ladi, Dubayda nima deydi? To'rtta baland restoranda tirab ovqat yeyishadi-ku. To'rtta baland Dubayda nimasi bo'ladi, shoqi bo'ladi. O'sha tushib ketmagan ekan, yaxshiyam. Mabodo har xil domlarda tushib qolgan ekan. Bitta, ikkita, 3ta, 5ta etajda bomba tushibdi. Juda qo'rqinchli bo'lgan ekan. O'zbekistonda ham tushdi bomba. Amerikada tashlashgan. O'zbekistonda ham tushdi bomba. Buxoro shahrida bomba tushibdi. Judayam bomba tushibdi. Bitta, ikkita hamma bomba tushibdi. Mashinalar qiyshayib, buklanib ketgan. Bomba tushgani bilan
nima deydi, bomba tushgani bilan mashinalar ham bomba tushdi, mashina ham otvoribdi. Bitta otvoribdi, bombalar otvoribdi. Buxoroda tashlashibdi bomba, Amerikadagilar. Nima uchun tashlashadi bomba? Nima uchun kerak? To'tini qisib o'tirsa bo'lardi deyman. Bomba tashlamasa bir-biri bilan. Pokiston bilan Afg'oniston, O'zbekistonliklarda kelishib bombasi anaqaligi nima uchun edi? Bombasini kelishib olishdi. Pokiston, Afg'oniston, O'zbekiston 3 ta shaharda Turkmanistonni ham olishibdi. 3 ta davlatda o'zlari kelishib olishgan ekan, bir-biri bilan so'rashib, milisalar 5 pilatr bilan qo'llar bilan so'rashib, anaqa qilishdi bombasini. Keyin Amerikadan bomba tashlashibdimikin yoki Dubaydan har xil davlatlarga bomba tashlab ketishyapti. Aeroport bechiq. Aeroport bechiq. Hozir O'zbekistondan Rossiyaga ketsa, u Amerika bilib oladi. Amerika bilan yaqinda Rossiya. Bitta bomba tushadi. Rossiyada bitta bombasi sinchi, Rossiyadagilar bombasi juda tushdi. Dunyodagi eng katta davlat Rossiya. Birdan bir qismi davlat Rossiya. Shuni bombasi hamma davlatda to'plab oladi, tashlashadi, Amerika ham o'ladi. Turkiyada uni ham egallab oladi. Ukrainani egallab bo'ldi, tugadi, Ukrainani tugadi, bosib bo'ldi, hammasini o'ldirib tomonini buzishdi. Ukrainada. Shunaqa bo'g'ib o'ldirib bo'lishdi. Ukrainani bosib bo'ldi. Ukraina ham Rossiya bo'lib qoldi. Rossiyada oldi. Ko'rsataman sizlarga qanaqa videolarni, qanaqa bosib ekanini. Yana Sankt-Peterburgda yarimi anaqa Rossiyani nimasi bor-ku, yarimini anaqa qilib qo'yishgan ekan-ku. Uni yarimi Rossiyanikida, uni yarimi qaytarib olishganda o'zlarini. Uni chappa olsa, bo'lib ham Turkiyada Rossiyani oladi. Qozog'istonda ham Rossiya deb egallayotgan. Xitoyda ham Rossiya deb egallayotgan. Xitoyda bosmaydi. Xitoyda bosmayapti. Xitoyliklarni yomon ko'radi. Shuning uchun g'ashq qilyapti. Juda ham g'ashq qilyapti. Hindistonliklar Rossiyaga borishib ketganda, endi Rossiyani anaqa qilaman. Vashi kerak emas ekan. Qamab qo'yib, o'ldirib, bo'g'ib, yoqib yuborishadi. Hindistonliklar ashunaqada g'ashim keladi-da. Men Hindistonliklarni yomon ko'raman. Hindistonliklarni ko'rsam, Rossiyada Hindistonliklarni ko'rdim kelishdi, anaqa Moskvada. Moskvani bozori bor ekan. Bunaqa domda, to'rtta domda 24 etasida turgan bo'lsa, 15 minutda yetib borasiz. Bunaqa Ansorida aylanadi. Ansor yaqin, Rossiyada faqat Ansor yaqin bo'ladi. Hindistonliklar ham bor ekan-da, g'alati gap. Tushunaman Hindiston tilini. Hindiston tilini ham o'rganganman. 1 oy, 3 oy o'rganganman. Gapirishni ham bilaman. Hindiston tilini ham bilaman. Lekin unaqa Hindistonliklarni nima deydi, g'alati ko'radi-da, g'ashim keladi. Xorazmda qiziqib qoldim. Bitta videoda ko'rib maza qilibman-da. Hashim keldi desa Xorazmdan anitim keldi derdi. O'zbek tilimi, Xorazm tilimi deyman, turkman tilimi bilmayman deyman. Rossiyada hammamiz olishib, jijjillashib, men qo'lini Buxoroga olib ketaman deydi bitta tog'alar. Tog'alar ham Buxoroga ketamiz, unaqa qilamiz. Voy dedim, Buxoroda pishirib qo'yibdiman menga dedim. Men Xorazmga ketaman dedim. Xorazmda yechiladi. Xudo xolasa Rossiyaga qaytib ketaman. Internet ishlamaydi. Internet ba'zi ishlaydi.
YouTube ishlamaydi, Instagram ishlamaydi, Iymon ishlamaydi, Telegram ishlamaydi, WhatsApp ishlamaydi. 5 ta telefonda ishlamaydi. Hamma shunaqa. Men televizorni YouTube'da ko'rolmadim. To'g'risida. Vashin ko'rolmadim. Qarangda, Rossiya qanaqa orzu yasasa yashaverasiz. Svet o'smaydi. Svetam o'chmaydi, gazam o'chmaydi, qanday o'chmaydi? Elektr. Rossiya hamma elektr. Bitta domlarim elektr. Yashayotganingiz joyingiz ham elektr keladi. Hammasi elektr. Gaz, xalazin, duxovka, istajab duxovkasi, elektr duxovkasi ham bor. Uni ham o'chmaydi. Pulni o'chmaydi. Svet gaz o'chmaydi. Puli qarzi bo'lsa ham o'chmaydi. Pulna elektr. O'zbekistonda desam, gaz, svet o'sha. Gaz yongani yo'q. Svetimiz bor, endi yondi, xudo xolasa pali. Mana hamma yon. Qachongacha O'zbekistonda sharoit yaratilib beradi? Sharoiti bor. Bitta asfaltlari qiyshirada O'zbekistonning mashinalari tez o'tib ketyapti. Svet o'chib bo'lsa ham, titafoli ham o'chiq. Mashinalar tez o'tib ketyapti. Hurmat yo'qmi? Hurmat qilsa ham mayli. Xudo yosh katta odamlar ham bor. Rossiyada boringni miyas ishlaydigan bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? O'zbekiston miyas tashlab ketasiz, Rossiya miyasi sizda qoladi. Aqlli bo'lib qolasiz-da. Rossiyada yasadingiz yeb qoladi. Mana yasadim kelyapti. Men Rossiyani qiziqyapti. Faqat O'zbekistonni qiziqmaydi. Nima deb tushundingmi? O'zbekistonni maza qilib yashamayman dedilar. Rossiyani maza qilib yashalaman dedilar. Astag'firulloh dedim. Hop dedim. Nima qilib qopti bo'dim. Manam ketmayman dedim O'zbekistonga dedim. Mana O'zbekistonga kelib olib dedim. Boshimga qo'yib olaman O'zbekistonga desam. Nayta parta dedilar. Bo'lsa bo'ladi. Bunday bo'ldim dedim. Yotin tilini men qiynalaman. Harflarni ham taniyman, o'qiy olmayman. Ichak qiynalaman-da, istina qiynalaman. O'qiy olaman, qiynalaman. Men gapiraman bo'lsa, lekin o'qishni ham juda sal qiynalib qolaman. Ko'tarolmaydi boshim. O'zbekcha yotin tilini men tushunmayman. Umuman tushunmayman yotin tilini. Men tushunali paytimda opaqim rahmali opaqim o'tib ketganlar. Opaqim rahmali nima qilardilar-da? O'rischa sinov bo'lganda, bunaqa o'zbekcha sinovlar vaqti yo'q edi. Umuman yo'q edi. Faqat o'rischani yaxshi ko'radilar. Prosta yaxshi ko'radilar opaqim. O'rischani ko'rib o'tirsam, maza qilib ko'rardim-da. Mushkulim metimga qo'yib olib, pronosani chuchvara berardilar. Qo'yib berardilar, solib yeb, og'zimni ochib, yeb yuraverardim. O'shani yutib, maza qilib yeb o'tiraverardim. Jilifi bor edi, jilifi degan mushkulim ko'rardim men. En to'pidan, aslida qiziqardim. Nutbatib yerdim. Hammasini yerdim, maza qilib. Bitta shashli olib berardilar faqat. Har kuni shashli yegan borardi. Bir kuni yoki 3 kundan ne shashli yegan borardi. Yana ko'p. 3 shashli yerdim, 3 shashli yerdim, 4 5 ta yerdim. Maza qilib olib ketardi. Shashli yesam suv oqardi-da. Ayam desa, voy bu, da choy bering. Oqquz boribdi Mustafa debdi. Doim shumlardim. To'polon bola edim. To'polon edim. Tujar qochib ketardim. Uyda turmasdim. Vasim turmasdim. Tujar o'ynashni xohlardim-da. Opaqam chiqib ketsa, men orqasidan borardim. Opaqam orqasidan yuraverardim. Qayerga bo'lsam boraverardim. Qayerga ketsam o'sha yerda boraverardim. Yurib borardim. Чудесно, стресс борартом. Чудесно, не сказали, не приносит поведомление стресса, да деточка, и ты думаешь.
Конечно, покупцы сказались, дедушка и дяди. Запросы присоединились, а мне сказали, ты понимали делать день небольшой, понимаю? И не знают. Деньги диснузения, деньги очень Узбекистана. Сошли кушать, я кушаю, три сошли, Сочи сошли, 7, 8, сошли, 5, 4 сошли, кушать давай я и дедушка. И я бабушка везде хороший водопорожный можно. Да. Hoş. Mana hayat vamı jo'natvordim. Yo'lim bor edi, pottillab piyilib bir minutda chiqib ketdilar buam. Я дедушка, и ты бабушка видите там пожалуйста, очень, это не понимаю. И прописи видите. Это Мустафа и профессор поехали, шли кушать, говорится, пролетно. А ты что дорожные? Да вот, я пойдем. Хорошо, спасибо большое. Да, бабушка, потому что я не знаю, дорожные. Не понятно, не знаю. Я мама работа и таксистка. Слетная мне сделали сопровождаться. Ничего, конечно, это... Она все выразит. Девочки, это... Полиция работала, знаю, Сабрина, я... Сабрина один шашлык кушает. Чупа-чуп один. Почему они не знают это, что очень хорошо? Я, бабушка, пожалуйста, шашлык я кушаю, делается. Мустафа, нет, я маленький, чуть-чуть деньги. Хорошо, бабушка. Я мне сказала, что не знаю, как видели мою кушаную порожную. Мы сказали, что не порожную. Не дорожно. Вообще. Бабушка, она не представляла, что раз очень полезно, понимаете? Вот так нет. Бабушка, нет, пожалуйста, шашлык кушай, я. Давай. Нет, Мустафа, давай же работать в Узбекистан. Я не знаю работать в Узбекистан. Я не понимаю, Узбекистан работа? Нет. Нету, я понимаю, нету Узбекистана работа. Не понимаю Узбекистан. Россия, да, очень Россия красиво. Красиво вместе. Россия красиво, и Узбекистан нет красиво. Почему? Узбекистан тупой. Разве это покоится? Тупой, Узбекистан. Человека тупой. Не поносит аварии по воле. Россия все сделала. Маме счастья нет, Россия. И мам счастья нету России человека. Нет мам счастья. Это пароли. Машины, бабушка, дедушка, сестра, мама сказали, что маленькие пароли. Пожалуйста, понимаете, не пролет оставали. Понятно это дело. Узбекистан нет. Машина поехали быстро лодя. Балкошный? Вот этот полотный нету. Подожди, нет машины, подожди. Нет машины, поехали быстро пароль, я поехал. Машину, Узбекистан. Астафрла, Узбекистан. Но не знаю Узбекистан. Вот это подожди, нет машины быстрой дороги. Посмотрели на нее. Узбекистан рвалось на. Узбекистан, джойн,
Aslida qutilar uchunmi O'zbekistonda? O'zbekistonda qutilar tezroqda deyapman mana. Rossiya bitta qolay deyapman. Miyam Rossiya ko'tariladi. O'zbekistonda men boshim ko'tarilmayapti. Prosta men maktabga boraman. Maktabdanki ertalab ishimni qilaman, o'qishimni boshlayman. Keyin milisiyada endi o'qishni boshlayapman. Endi o'qib anaqa bo'lsam, o'rganib bo'lsam, katta bo'lsam, yaxshi ishlab olsam, o'ylayman yaxshi bo'ladi, hammam kuchli bo'ladi. Shunaqa bo'lishni xohlayman men. O'qisam, na rapsiyani qilishim kerak, na ustozlarimni tayyorlashim kerak. Maktabga boraman. Maktabda menga nima foyda deyman. Rossiyada dedim o'rgatishadi hamma narsani dedim. Milisiyani o'rgatishadi. Moskvada, Rossiyada ham bunaqa bolalar emas, to'polonchi bolalar emas. Mana shu qilib yurishadi. O'rtalar bir-biri bilan urushmaydi. Mana shu qilib yurishadi. Ham yordam berishadi, ham tavsiya yordam berishadi. Ana yordam berishadi. Lekin O'zbekistonda ni nada yordam berishmaydi. O'zlaring topinglar. O'zlaring anaqa qilinglar, nazorat ishini deydi. Rus tili ustozimiz topib beradilar. Aytib beradilar. O'shani yozasdan to'ldirib desam yozib beramiz. O'sha oson, rus tili oson bo'ladi. Qarang, oson aytib beradi ustozim. Lekin boshqa ustozlar aytib bermaydi. O'shaning O'zbekistonda nima foyda qilib beryapti? Nima foyda? O'qishi foydasi yo'q. Lotin tilini foydasi yo'q. Hop, ingliz tilini bilarkanmiz. Okey, ingliz aytamiz fine. Ingliz tilini most fast office. Okey. Ingliz anlaşı volasın evapım halansın in time about force. Okay, we listen 5 minutes. I will relate it now. İngiliz tilini bilaman, gapiralaman, lekin men boshim ko'tarolmaydi ingliz tili. Rus tilini yaxshi bilsam kerak. Ruscha. Она понимаю русский, понимаешь? И понятно, это осенние пароли нет. Ya mama, Rossiya polisi. Ayam Rossiyada milisa bo'lib ishlaydilar. Lekin men ham o'shani qiziqaman. Bir kunda qiziqaman. Men hamma qiziqdim keladi. Hamma qiziqdim unchalik kelmaydi, hashim keladi. Faqat milisa bo'lib keladi. Milisani foydasi bor ekan. Samolyot bo'lib keladi. Ikkalasi ham qiziqdim keladi-da. Samolyot bilan samolyot xizmatlari bo'lishiga evaziga milisa bo'lishi evaziga qiziqaman. Ikkita kanalim bor, ikkita qiziqishim kerak. Boshqa hech qachon ishda qiziqmayman. Foydali narsalarni qiziqmayman. Foydali narsalarni qiziqaman. To'g'risini aytaman-da. Kimga yoqgan bo'lsa, tushamitarga yozib qoldiringlar, yana videoda ishamiz. Hay, paka-paka.